ko'pchilik sotuvdagi eng yaxshi mashinangiz qaysi deyishadi. Men ularni ishontirib ayta olaman. Do'konimizdagi umuman o'zim men sotgan mashinaning ichidagi eng yaxshisi mana mana shu model bo'ladi. Eng bahaybat Jeep mashinamizda 100 kilogacha ortishi mo'ljallangan. Ichiga 2 yosh, 8 yoshli bola bemalol sig'adi. Amortizatorlar железный qilib ishlangan bo'ladi. Shu holatidagi mashinamizning balandligi почти mening bo'yim bilan teng bo'ladi. Teg qismi железный qilib ishlangan. Kursilar bo'ladi. Bularni yupqa oddiy narsalar emas, haqiqiy temirdan yasalgan bo'ladi. Belvoq qismi hamda motori katta motor qo'yilgan, har bitta balonga bittadan motor qo'yilgan bo'ladi. Holdasilar sekin, holdasilar tez qilib bemalol haydasanglar bo'ladi. Oldi fari o'chib bo'ladi, tepadagi tumankalar ham o'chib yo'llangan qilib ishlangan. Eshiklar yopiladi, sidinda kojinli, ikkita bolaga alohida joy qilingan. Salon qismi ham juda ham keng. Flash yo'g'ida xilma xil muzikalar qo'yislar bo'ladi, kachli funksiyasi ham mavjud. Batareyka foizni ham bu yerda o'sib turadi, ham gaz pedalini ham pultdan masofadan boshqarsanglar bo'ladi. Summasiga keladigan bo'lsa 4 million so'm dastavkamizni butun O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul.